Assalomu alaykum. Nurmat Imomov yana sizlar bilan navbatdagi she'rimni e'tiborlaringizga havola etaman. Tosh davridan bo'larmidik jilmagan, olam sirin hali hamon bilmagan, o'zgarishlar, kashfiyotlar qilmagan, dunyoda gar muallim bo'lmaganida, bo'lar edi alifbo yaratilmagan, raqamlarni biror odam bilmagan, tariximiz bo'lardi bitilmagan, dunyoda gar muallim bo'lmaganida. Bu kunlarga yetarmidi odamlar, zaminni gul etarmidi odamlar, har yon to'zib ketarmidi odamlar, dunyoda gar muallim bo'lmaganida. Tarbiyalar edi daholarni kim, ochar edi kimlar qulfini tilsam, bo'lardik bilmadim nelarga mahkum, dunyoda gar muallim bo'lmaganida. Yetmasdi taraqqiy ilm fan shuncha, bo'lmas edi turmush farovon muncha, so'lardi orzular ochmagini g'uncha, dunyoda gar muallim bo'lmaganida. Ulug'lanar ular azalu azim, Nur Muhammad qulluq qil aylagin ta'zim, bo'lar edi qaydan navoyu nazm, dunyoda gar muallim bo'lmaganida. Nurmat Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani.